Pensiya oluvchi fuqarolar tayyor turing. 2026-yildan boshlab pensiya va nafaqalar to'xtatiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda ishlamaydigan ayrim oilalar uchun nafaqa va yordam pullari to'xtatiladi. Mehnatga layoqatli kambag'al oila 6 oy davomida ishlamasa yoki taklif etilgan ishlarni rad etsa, ularga nafaqa va ijtimoiy yordamlar bekor qilinadi. Band bo'lganlarga esa yordamlar saqlab qolinadi. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 dekabr kuni ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish va hududlarda kompensatsiya, ijtimoiy va reabilitatsiya xizmatlarini kengaytirishga qaratilgan taklif bilan tanishgan haqida xabar bergan edi. Prezidentning ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida davlat rahbariga ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatishning yangi tizimini taqdim etganligini ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, oilalarni davlat ta'minotidagi mehnat layoqati past bo'lsa, kambag'al hamda kambag'allik chegarasidagi toifalarga ajratilgan holda manzilli ishlar mexanizmlari bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Shuningdek, loyihada daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan yuqori, lekin kambag'allik chegarasida bo'lgan oilalarni ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, Mansurbek Olloyorov davlat ta'minotidagi oilalar uchun ijtimoiy paketlar doirasida qo'shimcha imkoniyatlar berilayotganligini qayd etgan. Xususan, ularga o'z tomorqalaridan foydalanilgan holda bandligini ta'minlash uchun kambag'allikni qisqartirish jamg'armasi hisobidan moliyaviy instrumentlar ajratilgani va boshqa narsalar ham berilganligini ma'lum qilamiz.